Isoqjon Nishonov 1951-yilda Namangan viloyatida tavallud topgan. Uning Afg'on shamoli nomli asari Yosh kuch nashriyoti tomonidan chop etilgan. Shuningdek, asar 2013-yilda nemis tiliga tarjima qilingan. Hammasi bo'ronning Afg'onistonga kelganidan boshlandi. Sobiq rus zobitlarining iltimosiga ko'ra, Afg'onistondagi urush paytida yashirilgan xazinani topish maqsadida borgan bo'ron jangarilar qo'liga tushib qoladi. Jangarilar orasida qo'liga qurol olib, yerli aholini talayotgan, ayollar, qizlar nomusiga tajovuz qilayotgan, uylarni yoqib, kulini ko'kka sovurayotgan, umuman bir inson boshqa insonni vahshiylarcha azoblayotgan o'z vatandoshlarini ko'radi. Ular orasida qishloqdoshlari, harbiyda birga xizmat qilgan do'stlari, hatto ota-onadan yetim qolganda o'z qaramog'iga olgan Fathullaxon ham bor edi. Xuddi shu ondan boshlab bo'ron O'zbekiston bilan aloqa bog'lab, vataniga xiyonat qilgan, odamlarning tinch hayotini parokanda qilishga urinayotgan jangarilarni fosh qila boshlaydi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlarining o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Qirg'iziston, Turkiya, Rossiya va boshqa mamlakatlar hududlarida faoliyat olib borgan terrorchi guruhlarga qarshi olib borgan kurashi aks etgan. Afg'on shamoli romanining mazkur voqealar asosan Istanbul, Samangan, Moskva, Bishkek hamda yurtimizda yuz beradi. Asarda kimikatsiyalarning qanday ruhiy tayyorgarliklardan o'tishi, hayotning oxirgi kunlarida vatanga, xalqiga qilgan xiyonatidan afsus chekayotgan Chervonxonimning chegaraga yetganda Ergashning odamlari tomonidan vahshiylarcha o'ldirilishi, Sharifning Ergash boshchilik qilayotgan to'dadan qochib ketib, yurtda qilayotgan obodonchilik ishlarini o'qishingiz mumkin. Vatanga qilingan xoinlikni o'z vaqtida anglab, xatosini tushungan fuqarolar tabasini ko'rasiz. Vatanfurushlar tomonidan aldanib, odam qadri yer bilan yakson qilingan Suriya davlatiga olib kelingan 16 yoshli Ilyosning taqdiri aynan shu nuqtada poyoniga yetadi. Qilmishlariga pushaymon bo'lgan va keyingi hayotini vatani taqdiri bilan bog'langan G'ofurning qasos o'tida yongan yuragi uni navbatdagi xatarga ro'baro qiladi. Xo'sh, begona yurt qamog'idan qutulish uning taqdiriga bitilgan. Farzandi dardida yuragi kuyib ado bo'lgan. Temir tobutda jasadi keltirilsa-da, ammo uning tirik ekanligini ona qalbi bilan his qilgan ayol vataniga qaytarilgan va katta jinoyatlarni sodir etishda ayblanayotgan o'g'li Qodir bilan yuzma-yuz kelganda nega uni kechira olmadi? Ko'pchilik taqdirini o'z hayotidan ustun qo'ygan bo'ron Suriyada qanday mudhish voqealar bilan yuzma-yuz keldi? Afg'on shamoli asarini sizga mutolaa qilishni tavsiya qilamiz.